Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahzod Space Academy'da targeting kurslari davom etyapti. Bugun biz sizlar bilan reklama maqsadlari haqida gaplashamiz. Reklama maqsadlari nima va nima uchun kerak? Biz Facebookda reklama yoqar ekanmiz, har doim bir maqsadga tayanib reklama yoqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Facebookka biz aytishimiz kerak, o'zi biz reklamadan nima xohlayotganimizni. Shuning uchun biz reklama yaratishimizdan oldin shu reklama maqsadlarini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Facebookda 6 xil reklama maqsadi mavjud. Bular birinchisi узнаваемость, ikkinchisi trafik, uchinchisi вовлеченность, lidy и продвижение приложения va продажа. Xo'p, har bittasini alohida tushuntirib o'taman. Birinchisi узнаваемость, ya'ni nom bilan aytib turibdiki, tanitish, taniqli bo'lish. Узнаваемый deymiz. Bizani agar reklama yoqadigan bo'lsak, insonlarga yokida foydalanuvchilarga maksimal darajada reklamamizni ko'p ko'rsatish. Ya'ni bu yerda Facebook o'ziga vazifa oladi. Odamlarning lentasida, storiesida yokida Reels qismida bizning reklamamiz ko'pdan ko'p chiqib kelish. Sizlar aytishingiz mumkin, eng yaxshi instrument shu ekan. Yo'q, bu eng yaxshi instrument emas. Bu faqat Facebook qachon vazifasini bajaradi? Misol uchun, bir marta ko'rinsa bo'ldi. Odam ko'radimi, videoni ko'rmaydimi, unga qanaqadir reaksiya bildiradimi yo'qmi, farqi yo'q Facebookka. Faqat o'sha odamlarning lentasida ko'rsatib bersa bo'ldi. Shunda biz узнаваемость maqsadiga erishgan bo'lamiz. Va bu yerda узнаваемостьda ichida yana kichkina maqsadlar bor. Ularni darsdan keyin praktikada ko'rib chiqib, tanishib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni qanaqa reklama ko'rsatishlar bor? Misol uchun, maksimum ko'p odamga reklama ko'rsatish yoki maksimal darajada ko'p marotaba reklama ko'rsatish, bo'lmasa videoni kamida 15 sekundini ko'ruvchi odamlarga reklama ko'rsatish va hokazo. Shunaqa kichkina maqsadlar bor, ularni praktikada ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi maqsadimiz bizda trafik. Ya'ni trafik deganimizda mijozlarni A nuqtadan B nuqtaga olib o'tishimiz. Trafikda biz nimalar qila olamiz? Misol uchun, qila olamiz, veb-saytimiz bo'lsa, veb-saytimizga tashrif buyuruvchilar sonini oshirishimiz mumkin. Ya'ni trafik qilib turib, A nuqtasi bizda Instagram lentasi bo'lsa, B nuqtasi bo'ladi veb-saytimiz. Bo'lmasa, bo'lishi mumkin Telegram kanalimiz. Keyingisida misol uchun bo'lishi mumkin bizning profilimizga, Instagram profilimizga odamlarni yo'naltirish. Ya'ni knopkani bosgan odam bizning profilga o'tib ketish kerak bo'lsa, biz trafik maqsadidan foydalansak bo'ladi. Va xuddi shunaqa bu digi to'liq informatsiyalarni praktikada kirib, bitta tanishib chiqsanglar bo'ladi bemalol. Uchinchisi вовлеченность. Bu asosan bizga like, kommentariyalar olmoqchi bo'lsak, shunda ishlatamiz va SMS uchun, ya'ni biz SMS maqsadida reklama yoqadigan bo'lsak, вовлеченность maqsadidan foydalanamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa ichiga kirib, masalan, keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz, reklama yoqishi. O'shanda har bir maqsad uchun alohida kirib, ko'rib chiqsanglar bo'ladi reklama yoqayotganingizda. Xo'p, bizda bor. Keyingisi bu lidy, ya'ni lidlar. Lidlar o'zi nima? Lidlar bu mahsulotimizga qiziqish bildirgan va o'zini kontaktini qoldirgan insonlarni biz lid deb atasak bo'ladi. Va biz shunaqa reklama yoqmoqchimiz. Reklamamizdan ko'rgan odam bizga o'zini ma'lumotlarini qoldiradi. Shunda bizga lidy maqsadi to'g'ri keladi. Oxirgidan bitta oldingisi bu продвижение приложения. Ya'ni bizda ilova bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qanaqadir ilovamiz bor, App Store yoki Play Marketda, ularni insonlarga yuklattirishimiz uchun, reklama yoqishimiz uchun kerak bo'ladi продвижение приложения. Xo'p, buni ham ichiga kirsanglar, kichik maqsadlar orqali ko'rsanglar bo'ladi. Yana o'tda misol uchun o'rnatish bitta, o'rnatib bo'lgan odamlarga yana qayta reklama qildirib turib, misol uchun ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin yoki kartasi bo'lsa, kartasini qo'shtirishingiz mumkin va hokazo. Unga ham kirib o'tib chiqsanglar bo'ladi. Oxirgisi bizda продажа. Bu juda ham qiziq, lekin hali bizda unaqa rivojlanmagan. Misol uchun, bo'lishi mumkin bizda veb-saytimiz, veb-sayt orqali ko'zoynak sotamiz. Va biz shunaqa reklama yoqishimiz mumkin. Birinchi o'sha saqlangan auditoriya orqali ko'zoynakka qiziqadigan odamlarni. Va biz bu yerdan nastroyga qilib, bunun uchun продажа ishlash uchun bizga piksel kerak bo'ladi. Piksel ulagan holda saytimizga, misol uchun shu ko'zoynakka birinchi kirdi, qiziqib qoldi va endi o'sha reklama qayta chiqaveradi saytimiz orqali. Ya'ni saytimizga yo'nalgan reklama chiqaveradi. Va misol uchun yana bu yerda
shu ko'zoynakni onlayn sotib oldim deymiz. Endi boshqa takliflarimizni ham bersak bo'ladi onlayn sotib olishini. Misol uchun endi chexoli bo'lishi mumkin yoki qanaqadir tozalovchi vositasi bo'lishi mumkin ochkida. Xullas, agar biz sayt orqali savdo qilmoqchi bo'lsak va shu bir marta sotib yana retargeting qilib boshqa mahsulotlarimizni ko'rsatmoqchi bo'lsak, shu продажа maqsadidan foydalansak bo'ladi. Va darslarimizni kuzatib turinglar. Keyingi darsimizda yana ham qiziq joylari bor. Darsimiz tugadi va bugun sizlar bilan 6 ta maqsad haqida gaplashdik. Va sizlarda qanaqadir savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi va biz o'zimiz shaxsan javob beramiz. Va keyingi darsimizda sizlarga qanaqa qilib reklama yoqishni ko'rsatib o'taman.